Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bemorimiz onaxonimiz O'tayeva Jumagul opa 1963-yilda tug'ilganlar. Tashxislari markaziy nerv tizimini yallig'lanishli demilinizatsiyalar bilan kechuvchi kasalligi va Braun-Sekar sindromi bilan bizga murojaat qilgandilar. Bemorimiz dastlab 2025-yil may oyida chap qo'l oyoqlarida harakat buzilishi, mustaqil yura olmaslik holati, ko'ngillanib yegan ovqatlarni tinmasdan qayt qilish, hiqichoq tutishi va peshob tutilib qolish holatlari bilan bizga og'ir holatda murojaat qilib kelgandilar. O'tkazilgan davo muolajalari, reabilitatsiya muolajalari va o'zlarini tinmasdan harakatlari natijasida bemorimiz bugunga kelib to'liq oyoqqa turib ketganlar. Hozirgi kunda o'zlariga o'zlari bemalol xizmat ko'rsatadilar, bemalol uydagi kundalik ish yurishlarni bemalol bajarish holatigacha yetdilar. Hozirda onaxonimizning fikrlarini eshitamiz. O'zingiz fikrlaringizni ayting. Xudoga shukur qilaman ayniliklar. Mana shu doktorlarimizni boriga shukur. Men umuman bir oyoqqa ham turmayman, yurolmayman, joyimda yotib qoldim dedim. Shu meditsinani boriga shukur. Shu yigitlarimizni bilimiga ming rahmat. Mana Xudoga shukur meni oyoqqa turg'izib berdi. Uyda ham o'z ishlarimni o'zim qilibgina yuribman. Har zamonda kelib ko'rinib turaman. Shularni shu dunyoga keltirib, o'qitib, shu voyaga keltirgan ota-onasiga ming rahmat. Xudoga bundan ham shularni doktorlarimizni bilimi oshib, menga o'xshab o'rnidan turolmay yotib qolgan bemorlarga shifo ko'rsataversin. Xursandman. Bu kishilarga juda katta rahmat ayniliklar. Endi sizga biroz tavsiyalarimiz bor, onaxon. O'zingizni shamollamaslikka, gripp bo'lmaslikka harakat qilishingiz kerak, chunki shamollasangiz immun tizimingiz tushib, yana kasallik belgilari kuchayib ketishi mumkin bo'ladi. Eng asosiysi non yopmaysiz. Non yopmayman endi. Kelishlaridan oldin nevaralariga non yopib berganlarda, keyin ozgina mushaklari og'rib qolgan. Shuning uchun hozir murojaat qilib kelganlar o'zlari. Bu kishiga hozir qattiq tayyorlayapmiz. Tandirda non yopmasliklari kerak. Endi yopmayman. Sog' bo'ling. Rahmat ayniliklar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Mayli, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling.